Bir qishloqda odamlar o'zini xotiniga tarbiya bermoqchi bo'lsa, cho'ponni xotinidan o'rnak olsang bo'lmaydimi? Qara cho'ponni xotinidan deb qo'yar ekan. Hatto mana shu qishloqning eng katta ahli ilm qozisi ham o'zini xotiniga sen cho'ponni xotinidan o'rnak olgin deb qo'yar ekan. Qozini ayoli hayron bo'lib, nega bu qishloqqa kelin bo'lib tushibmanki, hamma shu maqolda ishlatadi. Nima degani bu deb qo'shni ayoldan so'rabdiki, nega bu yerda hamma erkaklar ayoliga tarbiya bersa, cho'ponni xotinidan o'rnak ol deb aytadi. Bu nima gap desa, qishlog'imizni bir chekkasida bir cho'pon yashaydi. Uni ayolini namuna qilishadi. Shuni ayoli juda eriga nisbatan itoatchi bo'lganligi uchun debdi. Qozni ayoli hayron bo'lib, "Men o'sha ayolni bir ko'raychi, bizdan afzalligi nimada ekan?" debdi. Ko'rgani uyiga boribdi. Cho'ponni uyiga kirsa, faqirona yasharkan. Qarasa, o'zi kambag'al bo'lishiga qaramasdan uyini juda chiroyli sarinjom sarishta qilib qo'yibdi. Rayhonlarni ekib qo'yibdi. Qozini xotini ko'ribdi-da, endi bunda ham bir ta'jublik yo'q. Hamma ayol bu ishni qiladi-da deb o'ylanibdi. Ayol chiqib kutib opti. Xushro'ygina o'ziga qaragan holatda salom alayk qilibdi. Bir oz gaplashib o'tirib, o'sha joyda bir ko'zada suv turgan ekan. Qozini ayoli cho'ponni xotiniga qarab, "O'sha suvdan menga bir piyola bersangiz" debdi. Cho'ponni xotini, "Kechirasiz, undan bera olmayman, chunki bu oftobda isib qoldi. Ruxsat bersangiz men sizga anhordan muzdek suv olib chiqib beraman" debdi-da, pastdan anhordan suv o'tarkan, haligi suvdan olib chiqib beribdi. Uni ichib o'tiribdi. Bir pasdan keyin haligi cho'ponni xotini o'zi suv ichkisi kelib, qozini xotiniga quyib bermagan ko'zadan o'ziga quyib ichibdi. Shunda qozini xotini hayron bo'lib, "Nega bunday qildingiz? Sizdan suv so'radim, bu sizga bo'lmaydi-da, menga muzdek olib chiqib berdingiz-da, o'zingiz buni ichdingiz" deganda, cho'ponni xotini aytibdiki, "Kechirasiz opajon, meni turmush o'rtog'im cho'pon, odamlarning molini boqib, qo'yini boqib tirikchilik qiladi. Qiyinchilik bilan meni boqadi. Men esa ko'rib turganingizdek uyda o'zimga oro berib o'tiribman. Erim erta chiqib kech keladilar. Ketayotganlarida meshga suv quyib beraman, mana shu suvdan iching deb. U mesh oftobda yuraverib isib ketadi. Meni boqaman deb chiqib ketgan erim har doim oftobda isigan suvni ichsa-yu, men uyda muzdek suvni ichgani hayo qilganimdan ko'zaga suv quyib, men ham mana shu joyga qo'yib qo'yaman-da, xuddi erimga bildirmasdan erim ichgandek mana shu suvdan uyda isitib ichaman deganda, qozini ayolini ko'ziga yosh kelibdi. "Siz haqiqatda namuna bo'lishlikka loyiq ekansiz. Biz turmush o'rtog'imiz shu darajada e'tirof qilib hurmat qila olmaymiz ekan" deb yig'lab chiqib ketgan ekan. Haqiqatda ham ayollar turmush o'rtog'i qancha mushkul mashaqqat bilan yurganini his qilishlari kerak. Mana shundagina ular unga yarasha hurmatini, unga yarasha e'tiborini qilgan bo'ladi.